Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga bir ayol keldi. "Ya Rasululloh, meni erim bilan o'rtamizda bir sovuqchilik paydo bo'lib qoldi-yu, shuni muolajasi uchun bir ish qildim" dedi. "Erimni o'zimga istadiganga borib isitib keldim" dedi. Shunda Rasululloh shunaqangi g'azab qildilarki, odamlar bunaqa narsani ko'rmagan edilar. "Ey ayol, sen bilasanmi hozir sen nima qilding? Sen bu ishing bilan yer va osmon ahliga ozor beradigan ish qilsan. Tur meni oldimdan chiqib ket" dedilar. Tez chiqib ket dedilar. Chiqarib yuborgandan keyin buni bosib kelgan izlariga suv septirdilar. Bilasizmi? Rasululloh bo'lmasa hech bunaqa qilmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining ta'limotlari bor ediki, bir odam gunoh qilgan bo'lsa, gunohini yomon ko'rishga targ'ib qilardilar-da, odamni yomon ko'rmasdilar.